original 7 ot kuchli texam motobloklarning original varianti va prostoy variantidan obzor qilgan va 7 ot kuchli texam motobloklarning katta partiyasi qachon yetib keladi degan akalarimiz uchun Agro Series do'koniga katta partiyada 7 ot kuchli original texam motobloklar yetib keldi akalar. Hozirda shu munosabati bilan sizlarga birinchi original variantini va bitta sifatsiz variantini tanishtirib o'tib ketaman va farqlari haqida ham aytib o'tib ketamiz akalar. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda obuna tugmasi bor. Obunani bosib qo'yib, kommentariyaga omad yozadigan bo'lsanglar, kelganinglarda narxlarini yana ham tushirib kamroq qilib beriladi. Birinchi bo'lib, original variantidan boshlaydigan bo'lsak, original varianti yoqilg'i to'ri benzin baklari 3 litrli. Yurg'izish joylari zavod orqali yarimta toshga zavodit oladi. Vozduxning filtrlari massivniy qilib joylashgan. Massivniy filtriga 50 gramdan 100 gramgacha bo'lgan moylar quyib qo'yadigan bo'lsanglar, motorlar uzoq umr xizmat qilishiga sababchi bo'ladi. Motorlari 170 F motor bilan jihozlangan va moydachilarigacha qo'yilgan. Moydachilari sizga motoringizni moyi muddatdan o'tib ketadigan bo'lsa, motor yog'i suyulib ketgani sababli motor qisib qolishini oldini olgan holatda motoringizni o'chirib bera oladi. Skorlari oldiga 2 tana, orqaga bittadan skorlarigacha qo'yib qo'yilgan. Oldiga 2 ta va orqaga bitta zadniy xudlari bor. Xo'p, ko'rishlar mumkin 350, bu yerga 250, bu yerga 150 va eng oxiridagisiga 450 raqamlari bilan yozib qo'yganmiz. Bular narxlari emas, bular reduktordagi hajmi hisoblanadi. 150 tali reduktor, 250 tali, 350 tali va eng original bo'lgan 450 tali reduktorga ega bo'lgan reduktorlari katta motoblogimiz bo'ladi. Shularga qarab oladigan bo'lsanglar, eng original olaman deydiganlar uchun 450 tali, menga sal pastroq ham bo'ladiganlar uchun 350 tali. Ya, menga sifatsiz ham bo'laveradi, 3 millionlik ham bo'laveradi, 3,5 millionga ham chiqadigan bo'laveradi. Texa bo'lsa bo'ldi degan akalar uchun sifatsiz texa motoblogimiz bo'ladi. Hop, ko'rishinglar mumkin, o'zi turishida ham bilinib turibdi. Originali bilan sifatsizini farqi bittada bilinyapti. Hop, originalni frezalari 4 qatordan 8 qator har bir qatori bo'linadigan bo'ladi. Bunisiniki 3 qatordan 6 qator bo'linmaydigan freza bo'ladi. Motobloglarimizda har birida o'zining dokumentlari, kulish-pulishlari, o'zining komplektida chiqadigan narsalar qo'shib beriladi. Xo'p, rollarni ham bitta aytib o'tamiz, rollarni ko'rishinglar mumkin. Baquvvat qilib, yaxshi rollardan foydalanilgan bo'ladi. Xo'p, hozirda Agro Series do'konlarida juda ham katta aksiya ketmoqda. Agro Series do'koniga kelib, motoblok xarid qilib olganingiz uchun bizda ichkari tomonda barabanimiz bor. Mana shu barabanni bir marta aylantirish imkoniyatini videoga like bosib kelganingiz uchun beriladi. Barabanni bitta aylantirasiz. Nimaga tushirgan bo'lsa, sizga tekinga berib yuboramiz. Xo'p, kelasiz, barabanni istagan tomoningizga. Xohlasiz bu tomonga, xohlasiz bu tomonga bitta aylantirasiz. Ana shu qora strelka nimaga to'xtaydigan bo'lsa, shu yerdagi nimaga to'xtaydigan bo'lsa, shuni tekinga olib qo'lingizga beramiz. Va ishlatib tekshirib shu yerda o'zida bitta ishlatib beramiz akalar. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i Agro Series do'koni akalar. Bundan keyingi videolar juda ham qiziqroq bo'ladi. Videoni o'zingiz bormaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying.